Tadbirkor uchun 50 ming dollarga tushgan katta xato. Videoni oxirigacha ko'ring va juda ham qimmatli ma'lumotlarni berib o'taman. Yaqinda bir holat bo'ldi. Tadbirkor katta miqdorda uskunani boshqa bir kontragentga yetkazib beradi. Keyinchalik bu sifatsiz degan demak vaj bilan kontragent bu tovarni qaytarib beradi. Yana bir marta bu tovar yetkazib beriladi va hech qanday hujjatlarsiz, dalolatnomalarsiz, boshqa hujjatlarsiz tovar yetkazib berilishi boshlanadi. 2 marta almashtirilgandan keyin 3-marta ham yana tovar almashtirilishi kerakligi va sifatsizligi ma'lum qilinadi, ya'ni sotib oluvchi tomonidan va tadbirkor 3-martada sudga beriladi. Hozirgi kunda ushbu tadbirkor o'z vaqtida ushbu kamchiliklarni bartaraf etib, tegishli hujjatlarni rasmiylashtirmaganligi uchun 200 millionlik tovarni hujjatlari rasmiylashtirilmaganligi oqibatida 50 ming dollar zarar ko'rmoqda. Demak, e'tibor qilamiz do'stlar, tovar oldi-berdi, xizmat ko'rsatish mobaynida barcha harakatlaringiz tegishli tartibda dalolatnomalar bilan, hisob varaq fakturalar bilan va shartnomalar bilan rasmiylashtirilishi lozim. Bu borada yuridik maslahatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.